Menga qara, $1000 menga uyga olib kirib berasan, zakot deb. Tushunmadim. Nimaga aka? Ko'p gapirma, bor olib kirib ber, keyin bilasan. Keling aka, kim kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildik. Ehsonimizda bor edi. Mahallaga chiqib so'ragan edik, sizni xonadoningizni ko'rsatishdi. O'shanga kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Berdingmi? Xuddi siz aytgandek qilib berib yubordim. Men hozir. Kerakmi? Yo'q, o'rta, yaxshimisan? Charchamaysan? Yaxshi emasmi? Qachon qarzingni berasan 2000. Pul kelsam yo'q deysan. O'rta, yaxshi inson ehson qilib ketuvdi. Hozircha shuni olib tur, keyin qolganini amallab beraman. Shunaqa degan. O'rtog'im. O'rta, men bor o'zim. Bundan kelgancha qolganini ham harakat qilib beraman. O'rtoq, men pulni olib qo'y. O'rta, o'zi sendan qarzman-ku. Qo'y, kerak emas, men ol. Meni kechir o'rtoq. Gumon iymondan edi. Men bergan pulimga mingdan ming roziman o'rtoq. Kechir olsang meni kechir. O'rta, kelib sendan xafa bo'laman. Sen men qiyomatli do'stimsan-ku. Yur undan ko'p uyimda choy ichib gaplashib o'tiramiz, do'stim. Dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon.